Bitta qizlarjonlar, mani mazam bo'lmayotgan bo'lsam, temperatura qilayotgan bo'lsam, nimadir bo'layotgan, o'layotgan bo'lsam, bu raspakovkani обязательно olishim kerak. Nima uchun? Chunki bu narsani men uzoq kutdim. Ba'zi akkauntlarni qoldiraman, namyok понятно, да? И номерларni ham videoni ostiga qo'yaman, чтобы sizlarga ham удобно bo'lishi uchun. Kстати, 10 kun хотя бы dostavkalaringizni kutasizlar. Men o'ylaymanki, bu hech nima emas, chunki prям zo'r narsachalar. Bizda shunaqa paketikni ichida eng zo'rini oxirida qo'yaman, chunki buni kiyib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana tovarlarim shunaqa chiroyli narsalar, просто men hozir kasalligim uchun emotsiyamni chiqarib berib bilmayapman, lekin reально o'tinglar profillarga prям eng zo'r narsa. Bu meni uzoq kuttirgan tovar. Bu meni planshetimga chexol. Qaranglar, mилая. Это просто o'zim kiygizaman, вообще ko'rasizlar, prям. Eski chexolimni ham o'zlari zakaz qilib bergandilar. Из-за того, что men bu yerga nakleykalar qilganimga, menga gulchali chiroylisidan zakaz qilib berdilar. Qaranglar, qanaqa chiroyli. И buni qaranglar. Это очень красиво, просто я не могу. Если что, meni iPad'imning modeli 10-поколение. Это что за красота? Посмотрите, и ручкani ham qo'yib beradi. Shunaqa qilib ruchkasini ham qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Dальше meni telefonimga chexollarim. Mana bu yangi olgan 16 Pro Max'imga o'zim olgandim va yopishtirib chiqandim. И yil o'zimni tutgandim, чтобы yangi chexol olmaslik uchun, chunki mana bularni tutgandim. Yana bir bor profillarni ko'rsataman, chunki birinchi bo'lib mana shu yerda meni narsalarim raspakovka qilinadi, keyin menga ketiriladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli chexollar. Men mana bunisini специально o'zimni tirnog'imga mos qilib, gloscha qilib zakaz qildim. Ikkinchi chastiga полностью kiygizib sizlarga ko'rsataman.